Birinchi sifatini ko'ramiz, keyin sizlarga aytamiz. Ko'rdinglarmi? Bitta ko'rsning hech balo qolmaganini. Mana sopposa. Ko'ryapsizlar, muammosi yo'q. Sizlarga mana shunaqa lyuklar kerakmi? Eng birinchi qo'l deydi, ishlab chiqaruvchilar tomonidan. Aka, mana shu narxini aytavering. 50 $80. $80. Mana kattasichi, aka. Ha, 70 ga 70 $90. $90. Bittani ko'rsatib beraylik, aka. Bemalol mashina ko'taradi. Undan og'ir narsa ham ko'taradi. Ko'ryapsizlar? Tepadan tashlaganimizda sinmadi. Mana bu oddiysi bo'ladi. Eng kichkinasi 30 ga 30. $35 chiqadi. Narxlarni solishtirib bo'ladi. Qaranglar. 30 ga 30 dan boshlab 30 ga 30 razmerdan 2 metrga 2 metr qilib berishadi. Ishlatadigan mahsulotligi mana bu bo'ladi. Beton qalinligini ko'rishingiz mumkin mana. Oga bitta ko'rsating. Ko'ryapsizlarmi qalinligini, muammosi yo'q. Vashchi zo'rda. Bemalol qo'lilarga istaysizmi, sanuzerlarga deysizmi, любой joyga ishlatsanglar bo'ladi. Mana yana tushib ketdi. Yana qish balo qilmadi. Gap bo'lishi emas, temirlari ham vashchi baquvvat ekan. To'ppa-to'g'ri, aka. Xo'p, bu bilan nima demoqchiman? Men sizlarga ishlab chiqarish tomonidan ko'rsataman. Okalar nomerini yozib qoldirib, aloqaga chiqib, mana shunaqa lyuklarni zakaz qilsanglar, zakazinglarga qarab ham kunini ham yetishadi. Va arzon naqd olasizlar.